Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Ko'pchilik mijozlarimiz telefon qilib, bizga yozib so'rayapti. U ishlaringlarda karkazni 100% sasna deb so'rayapsizlar, sasna deyapsizlar. Karkaz rostdan ham 100% sasnami deb ko'pchilik mijozlar telefon qilib so'rayapti. Shuning uchun mana hozir karkaz yig'ildi, machalka spinkasini o'ziga machalka yopishtirib qo'ydik. Mana 3 ta taburetkasi mana. Sidinalar shunaqa diplanadi, dip qilinadi, pol qilinadi, polni ustidan dipga qiladi. Dipdan keyin machalka, pampers prujinalar qo'yiladi. Hop, mana chiqib ko'rsatamiz, bemalol ko'taradi. Xudo xolasa baquvvat. Mana ichlari ham 100% sasna yog'och, mana ular 100% sasna bo'ladi. Karkazlari ham 100% sasna. Mana bunisi ham teri aralashmagan, umuman mana hattoki mana kichkina mayda 4 sm chiqsa, shularga ham mana yerda 2 sm yog'ochi bor. Shunisiga ham hattoki teri yog'och aralashmaydi. Yonlari 100% displey bo'ladi mana. Bitta mana qo'l bolishini o'zida NDF bo'ladi. Yig'ishga qulay, keyin ko'targanda yengilroq bo'lishligi uchun. Shunisi NDF bo'ladi xolos. Qolgan joyi 100% mana displey bo'ladi. Displeyda teriladi. Hammasi. Mana ichlari ham polniy sasna yog'ochda bo'lgan. Kashalari ham polniy mana. Sasna yog'ochda bo'ladi ichlari. Pollarga dipqa qiladi mana. Mana mayda kashalariga ham polniy sasna, teri umuman aralashmaydi. Juda ko'pchilik so'rayapti telefon qilib. Teri aralashtirasizlarmi? Teri bo'lmaydimi deb. Juda ko'pchilik mijozlar so'raydi. Mana shu xudo xolasa karkasi holati. Kechki payt xudo xolasa ish bitgandan keyin, yo ertaga ish bitgandan keyin xudo xolasa bitgan holatini ham qo'yamiz. Ularni hali bittasini boshida ko'rsatib qo'ydi, qolgan teri bo'lishi mumkin deganlar uchun polniy sasna bo'ladi. Machalkalari ham mana qalin qilib qo'yiladi. Buni ustidan ham yana machalka bo'ladi. Xudo xolasa ishlarimiz 100% sasna talabga javob beradigan hali bir yetiga teri aralashtirib, boshqa qiladigan emas, garantiyalari bor. Xudo xolasa o kesilgan joylariga hali gul taxta tushadigan joylarini kesib qo'yganmiz. Hali ichkariroq o'rnashlik uchun. Endi bularni hali kesib ulgurmadi, endi kesamiz. Karkas holati shunaqa bo'ladi. Bular taburetkalari mana. Taburetkasini tepasini alohida qoplanadi, keyin peret o'raladi, undan keyin tagiga qatirib, noshalari qatiriladi. Kimga shunaqa sifatli ugolovlar yoki kuxunli ugolovlar kerak bo'lsa, aloqachi ko'rasizlar. Xudo xolasa ishlarimiz garantiyalari bor. Nomerlarimizni yozib qoldiramiz, aloqachi ko'rasizlar. Xudo xolasa chiroyli, sifatli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz, iloji boricha. Xudo xolasa.